Yo, WhatsApp bola qalaysiz? Men sizlar bilan o'sha zeroman. Men 20 bitta daraxt chopib o'rmondan kelyapman. Qani uy, ana kim uyi bo'ldi? Juda tushunmadim. Naqa uy yo'q edi qishlog'imizda. Ko'raylikchi, kim bor ekan? Millioner keldimikin qishlog'imizga? Yo'q, qani kim ko'raylikchi? Yana millioner. O, salom zero. O, qalaysiz? Millioner yana keldingizmi? Ha, men yana keldim. Xullas, senga ish bor. Qanaqa ish? Oddiy ish, yaxshigina oylik beraman. Menga bitta ferma qurib ber, iltimos. Xo'p, hozir qurib beraman. Mana qaranglar uyni. Hozir bunga ferma qurib berishimiz kerak ekan. Hozir yoniga bitta ferma qurib beraman. Ungacha videolarni qotib turaman, uzunlashib ketadi sizlar uchun. Yo, mana bolalar, men bitirib oldim bu fermasini. Endi borib pul so'rashim kerak. Men bo'ldimi axir shunmi? Xo'y, janob millioner, men bo'ldim. O, barakalla zero. Endi men senga savdo-qabdo ochgan o'sha bir stak pulni olganda ketaver. O, rahmat millioner. Qani vuy. Mana bir stak pulni oldim, ketdim. Bo'pti, xayr. Yo, WhatsApp bo'ldi. Nima deysizlar, men o'sha millionerni o'marsammikan? Takror pulim ham qolmagandi. Biz ko'pincha o'marib turardim, sizlarga video ko'rsatmasdim. Hozir men daraxtlarimni yana chopib kelishga to'g'ri keldi-da, qurib berish uchun. Ham sandig'imga solib qo'yib, pullarim emasgina. Bitta seyf qurib olaman o'zimga keyin. Hozir kech bo'lsin, kutish kerak millioner uchun. Hop, tak, unda qishloqni aylanib turaman kech bo'lguncha. Lekin yana nimadir bir ikkita jita bilan gaplasharman millioner haqida. Yo'q, jita, qalaysan? O, qalaysan zero? Millionerning uyini ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. U nimadir ishlar qilyapti. Sen-chi, yaxshimisan? Ha, bo'ladi. U millioner yana ko'chib kelibdi bizni qishloqqa. O'tgan safar ham qaydam yuborgan eding? Ha, to'g'ri. Yana nimadir qilib haydab olish kerak. Millioner o'zidan ketib qopti, yana bizdan qishloqqa ketdi. Ha, to'g'ri aytasan zero. Bo'pti, men bora qolay, ishlarim bo'pti. Xayr. Yo'q, xullas bola eshitdilar, yana ketdi-da qishloqqa bizani. Xullas, mana bitta magazindan non sotib keldim. Hali ham kech tushmadi bor-ku. Millioner sekin o'marish kerak, boyvachcha bo'lib ketishim kerak. Har ehtimolga qarshi sandiq tayyorlab qo'yaman. Hozir men daraxtim bor edi mana. Verstakim ham yo'q bor-ku. Men bitta verstak yasaolaman. Hammasini daraxtga aylantiraman-da. Bola, bitta verstak chaqirib keldir. Men bitta verstak qilib qo'yaman endi. Test yasayman hozir. Tak, hop. Ana tayyor sandiq. Kerkan bormi, kerkan? Tak, hop. Yo, bola, mana xullas kerkanni oldim. Tak. Endi antga qatga yasharsam ekan, bu yoq bo'lmaydi, bilib qolishim. Yaxshicha men bir sekin menga bekitib qo'yganim yaxshi. Verstakdagi hop. Endi tiqaman-da, men pullarni solib qo'yaman. Bularni solib qo'yish kerak bolalar, endi bularni aniq millioner ko'rsa o'g'irlab ketib qoladi. O'z berdi ekan bularga. Tak, Mahmudga bitta bo'ldi. Ashtan cho'raman, bularni bo'lsa sandig'imga solib qo'yaman. Tak. Bo'ldi ana bola, endi kech tushunib kutamiz. Yo, bo'ldi bola, mana qilichlarim, bosh kiyimlarimni oldim. Sekin attaga kirsa bo'ladi. Tezroq borish kerak. Sekin o'maramiz. Iflos qishloqqa. Kakras pullarim kam edi. Endi mana unga o'xshab boy bo'laman. Tak, sekin qani ko'raylik, uxlayapti. Mana uxlayapti ekan, kiyimini ashtiryapti. Tak, men bitta sekin ochish kerak. Voy, pullar, qaranglar, hammasini uxlatish kerak. Hop. Nima qilsa yaxshi. Yo,
juda vaqt ketar ekan. Xo'p, mana olmas birovni olib. Xo'p, telefon o'zimda bor edi. Xo'p. Men bilan ham olish kerak hammasini. Sekin uyg'otolmasdan. Lot. Hozir uyimni tez bilan tashlab chiqay. Hozir tashlab chiqaman. Yo, bolalar, mana uyimga ham kelib oldim. Sandiq sekin pullarni solamiz bor-ku. Pullar sig'masa, ular o'zim elitarimga qo'yib qo'yaman. Xo'p. Конечно, mana bular xo'p. Tak, men bularni solish kerak, men bulardan hammasini solib tashlayman pullarni. Xo'p. Ha, yana. Tak, bo'ldi, soldim. Qolganini o'marmasam bo'ladi. Men boyman shu bilan. Yaxshi, endi men boy bo'lib ketaman. Xullas, uxlayman, ham charchadim. Yo, bolalar. Men tak o'rnimdan ham turdim, kravatimda qo'yib qo'ydim-da kravatimni xullas. Yularingcha, mana uni millioner yoniga boraylik. Nimalar qilyapti? Kecha pullarni o'mar edim. Maza qilib qani ko'raylik, ferma ham qilib berganman. Tak. Mana keldim, mana. O, salom, millioner. Yaxshimisan? Nima bo'ldi? Nega g'alati ko'rinyapsan menga? Meni pullarni o'g'irlab ketishdi. Men qishloqdan ketib qolaman. Ha, ketaver mayli. Kim o'g'irladi? Men bilmayman. Kechasida o'g'irlik tushdi, shunisini bildim. Qo'yadi bilmayman. Savdoni ochib ko'r, qara qancha pul qolibdi. Hech qilsa aytayman faqat. Xo'p, hozir demayman. Tak. Nima bilay? Yo, bo'ldi, zo'r. Anaqa sandiq rostdan pul qolmabdi. Ha, endi bora qoling. Men bu yerdan endi ko'chib ketaman. Bu yerda o'g'illar ko'pga o'xshaydi. Senga ham maslahat beraman ko'chib ketishdi. Aha, men ham ko'chib ketaman. Bo'pti. Tak, bolalar. Shunaqa qilib, mana eshitib qolmasangiz, qani sekin ko'rlik. Xo'p. Millioner o'mardi. Endi biz boymiz, yana 2 ta qilib oldim. Tak. Bo'ldi endi boyman xullas. Endi millioner ham yesibsan qishloqdan ketar. Bo'pshim qaytib kelmay iflos millioner. Mana asamga tegan, sizlarga ko'rsatmagan oldingi video olmasdim-da, u paytda yaramas millioner. Qishloqga kelib hamma joyda tartibsiz qilib tashlagan. Endi ko'radi bu millioner mendan ko'radi. Endi qishloqdan dabbu boshqa kelmaydigan bo'lib ketsin. Mayli, bo'pti bolalar, hamma barchaga xayr. Kuzatganingiz uchun rahmat. Meni sog' qo'ying. Tak, hammaga rahmat. Sizlar bilan men 0 bo'ldim. Kelasi videolarni kutib qolinglar. Agar mana shu 10 ta like yig'sa, 15 ta like yig'sa, men Bugatti anaqasiga boraman-da, sotib olaman. Chunki pullarim meni ko'p 2 ta emas, lekin ko'proqga beradi. Xullas, bo'pti, barchalarga xayr. Shunaqa qilmaslar bilan 0.